qishda nima yoqishni o'ylab o'tiribsizmi? Mana shu o'tinni 22 ming dollarga sotib oling. Bag'dodimiz markazidan 3,5 sotkalik yer ham sizga bonusga qo'shib beriladi. Bu quruq yerimiz Bag'dodimiz markazida tilla ko'milgan deb aytilyapti. Xohlasangiz ekskavator olib ko'lab topib olasizlar. Bo'lmasa itda ishlab uyda ko'tarasizlar. Bu uyimiz egasi faqat tuyamli echki boqib egalariga sotaman deyapti. Bag'dodda tuyasi echkisi borlar bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Chunki bu quruq yerda yantoqdan boshqa narsa ko'karmaydi ekan. Bu uyda o'zini eski egasi ham ko'karmagani uchun uyni sotishga qaror qilgan. Siz ham qurib ketishni niyat qilsangiz, kelib xaridor bo'lib sotib olavering. Juda ko'pchilik manzilda to'liq tushuntirmayapsiz deyishim mumkin, chunki eski bekilib ketgan Cho'rinda prezidenti yonida bab topib kela olmaysizlar, chunki yo samolyotda, yo vertolyotda kelish kerak. Vertolyotdan betga eng kamida bitta kelib ketishiga 200 dollar pul oladi. Uyga kelib yashashni o'zi 1 milliardga tushadi. Bu uyda egasi pulsiz, barcha qiynalib qolgani uchun sotuvga qo'ygan. Bemalol kelib olaverasizlar, sizlar ham xuddi shu sharoitga tushasizlar. Aloqa uchun pastga nomerlar qoldiramiz. U jinnixona nomeri, egasi jinnixonada yotibdi. Bemalol borib, elda qo'l qo'ydirib nomlanib o'tkazib olsangiz bo'ladi uyda. O'zi rostdan ham jinnixonadami? Bitirishga mavos.